inson har qancha boy bo'lsin, har qancha bolasi ko'p bo'lsin, har qancha uzoq umr kechirsin, baribir bir kun nima bo'ladi? O'ladi. Shoir aytgandek, tun qancha cho'zilmasin, chorasiz kun albatta chiqar. Umr qancha cho'zilmasin, chorasiz inson qabrga kirar. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, dunyoga kirgizishdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kirdik dunyoga. Biz ixtiyorimiz bilan bo'lmadi bu ish. To'g'rimi? Qanday kirgan bo'lsa, shunday chiqasiz. Chiqib ketayotganda ham sizdan hech kim so'ramaydi. Qolasanmi, chiqasanmi? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Mol va mulk, bola chaqa shu dunyoning zebi ziynati. Kishida mol ko'p bo'lsa-yu, farzand bo'lmasa bu mushkula. Pul ko'p, bolasi yo'q. Mushkula. Endi bola ko'p, pul bo'lmasa ham bu ham mushkula. Ammo ikkalasi ham o'ladi. Bolasi yo'q, puldor ham o'ladi. Bolasi ko'p, kambag'al ham o'ladi. Lekin nima eng yaxshisi buning ishida? Mana shu ikkalasini qilishi mumkin bo'lgan yaxshi ish nima desa, subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh vallohu akbar. Ulamolar abadiy qoladigan yaxshi amallar nima deganda mana shu kalimani bergan. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana subhanalloh desak, Allohga tasbih aytdik. Allohni hamma aybdan pokladik. Alhamdulillah desak, Allohga shukr keldik. Allohni maqtadik, yakkaladik. Demak, tanidik. Allohni tanidik. Endi Allohni tanidingmi? Hamma yo'lda tanidik. Agar Allohni tanimadingmi, hech narsani tanimading. Endi Allohni taniganingizdan keyin, haqiqiy ism sifatlar bilan taniganingizdan keyin Allohdan boshqa hamma narsani qadri siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Chunki birodarlar, inson o'zi soniya, daqiqa, soatlar, haftalar, oylar, yillar majmuasi. İnson nima desa, inson vaqt akalar. 60 yillik vaqt, 70 yillik vaqt, 1000 yillik bo'lsa ham baribir vaqt. Har soatimiz, har haftamiz o'tgan sari bizni bir qismimiz ketadi. Mana shu ketgan vaqtda anavi baqiyatus solihatda qildingmi, qilmadingmi? Bugun necha marta aytdik? Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh vallohu akbar. Mana shu ekan aziydigan narsa. Har kun tong chiqar ekan, u nido qiladi. Ey odam bolasi, men yangi maxluqman. Sening amalingga guvohman. Mendan foydalanib qol. Chunki men qiyomat kunigacha qaytmayman. Val asr innal insana lafi khusr. Asrga qasam, odam bolasi borki ziyonda. Dunyoga keldimi? Ziyonda. Alloh taolo qasam ichib aytayapti buni. Dunyoga keldimi? Ziyonda. Ammo Allohni tanisa, buyruqlarni bajarsa, taqvoda bo'lsa, bu ziyondan mustasno. Illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Iymon keltirsa, solih amal qilsa, bir-birini haqqa chaqirsa va sabr qilsa. Qarangda, mana ikkitasi. Shu xusrondan, ziyondan qutulishlikka 4 ta sabab ko'rsatilyapti. Birinchisi iymon keltirsa, aqida, amal qilsa, ibodat, bir-birini haqqa chaqirsa, muomala, sabr qilsa, xulq. Darsimizni boshida aytgan 4 ta narsa tushyaptimi shunga? Iymon keltirsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, solih amal qilgan bo'lsa, ibodat qilgan bo'lsa, bir-birini haqqa chaqirgan bo'lsa, odamlar bilan muomalasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, va nima qilsa, sabr qilsa, xulq. Inson dunyoga kelar ekan, Allohni tanimay iloji yo'q. Unga itoat qilmay iloji yo'q. Unga da'vat qilmay iloji yo'q. Musulmon odam Allohni taniganidan keyin, haqni tanigandan keyin atrofdagilarni shu haqqa chaqirishligi kerak. Dalil: ballighu anni walau ayatan. Rasululloh aytadilar, bitta oyat bo'lsa ham mendan yetkazinglar. Mendan bitta oyat bo'lsa ham yetkazinglar. O'rgandingiz, amal qildingiz.